Kasilkalar 1.65lik, 1.85, 1.95lik kasilkalarimiz bor. Yangi kasilka olmoqchi bo'lganlar internetga kirib qiziqadi. Qaysini olsam ekan? Bu haqiqatda buni kasilkalarni hozir turi ko'payib ketdi. Turkiyani bilmayman, bir 20 ta bormi? Har xil bir nomi yo'g'i ham bor, nomi bori ham bor. Har xil sero bo'lib ketdi buni. 1.95lik именно. Lekin bu Polshanikidan 3 xil zavod keladi. Verax, Akpil, Lichiski Polshadan keladi. Bular uchalasi ham yaxshi ishlab chiqarilyapti va sifati ham Polshaniki, Yevropaniki ancha yaxshiroq. Turkiyanikiga qaraganda. Turkiyaniki ham hozirgi kunda ancha qolishmayapti. 1.95liklari og'irligini aytib o'tib ketaman. Bu gidravlika varianti 450 kg chiqadi. 1.65likda og'irligi 330 kg chiqadi. 1.85likda og'irligi, 1.85 narigi tomonda tub bor. Uni og'irligi 410 kg chiqadi. Bu gidravlika, bu 1.65 gidravlika varianti. Bunisi bu mexanika 1.95 gidravlika varianti. Buni narxini 37 million qilib beramiz, unisini 36 million so'mga beriladi. Bunda nimalari bor deganlarga mana temirlari bor. Temir ichida chodiri, tenti bo'ladi. Zapchastlarga keladigan bo'lsak, zapchastlar bor. Zapchast qidirib yurganlarga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zimizda bor hamma zapchastlari. Agar zarurat bo'lsa, taksidan chiqaraveramiz. Kelib yurish shart emas. Filiallarimizda bor. Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Toshkent, Vodiyda filiallarda kasilkalar bor. Misol ovora bo'lib Toshkentga borib yoki Toshkentdagi, misol Samarqand, Surxondaryodagilar Toshkentga kelish shart emas. Telefon qiladi, o'zimiz manzillarni tushuntirib beramiz, borib kasilkalarni olib kelaveradi bemalol. Agar siya bo'lmaganda kelib ko'rib ketsa ham bo'laveradi. Mashinadan chiqaraveramiz. Kelish shart emas, chiqaraveramiz mashinadan, yo'lkasini to'lab, o'sha shopirga pulini berib kasilkani olib qolsa bo'laveradi. Bu kasilkalar 1 yilgacha garantiyasi bor. Kitobchalari ham bor, mavjud. Nomerimiz 99lik 916 3005 telefon raqamimiz. Kasilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa barcha viloyatlarga yetkazib beramiz. O'sha filiallardagilardan olib ketaveradi. +85, +95, +65 kasilkalarimiz bor.